Hop, dadajonisi. Bugundan faqat mashq. Sigaret yig'ishtirdim. Sog'liqqa qarash kerak onasi, sog'liqqa. Qizim, Diyora? xush kelibsiz. Kelmanmi? Yo'q, o'zim keldim. Sigaretimni olib ber. Hozir. Tez, Hozir, hay, dadajon, hay. keling. Ne? Ha, dadasi? Rostdan qizing tinchmi? Ha, tinch, ana kuyov bilan gaplashyapti-ku. Itsiz, nafratlanaman sizdan. Boshqa telefon qilmang. Ishdan chiqing, boraman, gaplasha olamiz. Bildim bularni bir gapi borligini-chi. Aktyorkam qani edi mani? Dadasi, kiyosga ekan. Kelyaptimi? Ay, ularga javob berib qara, yiqamasın. Nima qilding? Osh qilaman-da. Ala Nazira, kuyov kelyapti. Bo'ldi, shu yerda mana bu kakrash yerda o'tib ketyapti. Mana men keldim. Mana bobojon suv. Rahmat qizim. Endi meni bir 2 kunligim qoldimi yo'qmi? Biror siring bo'lsa, darding bo'lsa ayt. Men baribir uni o'zim bilan olib ketaman. Yo'q, hech qanaqa sirim yo'q. Ozod, menga ham shart aytmayapti bu. Ari so'yli. Qizim, kuyovga bitta telefon qanchada kelar ekan? Hozirmi? Ha, hozir qizim kelgandan keyin telefon qilaysan-ku. Mana telefoning. Ha. G'alati. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Sizni kutib qoldik-ku mana. Qiyosat. Ey. Bilib qo'y. Bu uyga seni uchun kelganman. Va baribir seni olib ketaman. Shu navramga o'ylayapman deb bekor hazil qildim-da. Deganda ham qancha go'sht bo'ladi u? Falon go'sht bo'ladi-da. Hozir Men shunday hojatga chiqib kelay. Ha, yur. O'zim. Turli ekan. Ha, endi sen ham to'g'ri tushun. Oilaviy hayot bo'lsa, har xil vaziyat bo'ladi. To'g'ri kuyov. Har xil vaziyat bo'lar ekan. Bo'lmaga olib beray. Xo'p. Ha, unda biz boraylik. Ha, mayli, boraveringlar. Boraveringlar. Unda ketdik bo'lmasa. Yaxshi aytib Ketaveringlar. Aka, sumka olmaysiz? Va sumka tayyor ekan-ku. Bo'pti, mayli, sog' bo'linglar, charchamanglar, bo'pti. Ketmayman deysan, sumka tayyor ekan-ku. Yur. Ey, отставить. Пошли. Ket. Kuyovda mashinasi bo'lmasa ekan-ku. Nimaga balonni teshdin bo'lmasa? Ozod, mashinangni balonni yana kimdir teshib ketdi.